Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Jahon chempionati 3-saralash bosqichi 9-turidan o'rin olgan Birlashgan Arab Amirliklari hamda O'zbekiston bahsidan oldin matbuot anjumani tashkil etildi. Uning birinchi qismida mezbonlar ustozi Kosmin Olariyu hamda darvozabon Xolid esa ishtirok etdi. Barchaga xayrli kech. Shu yerda bo'lishim menga sharaf. Ishonamanki, mehnatim orqali ushbu jamoaga katta yutuqqa erishishga yordam bera olaman. Bu oson bo'lmasligi aniq, ammo biz barchasiga tayyormiz. Ertaga juda qiyin o'yin bo'ladi. O'zbekiston guruhdagi eng yaxshi jamoalardan biri. Ular juda tartibli va yaxshi futbol namoyish etishmoqda. Biz so'nggi bir hafta davomida imkon qadar yaxshi tayyorgarlik ko'rishga harakat qildik. Endi esa yigitlarni to'g'ri yo'naltirishimiz va motivatsiya berishimiz kerak. Katta o'yin va katta jang bo'ladi. Biz o'zimizning imkoniyatimizga ishonamiz. Bor kuchimiz bilan kurashamiz, deya fikr bildirdi Kosmin Olariyu. Oson o'yin bo'lmasligi aniq. Hozir bizda Kosmin Olariyu kabi tajribali murabbiy bor. Ushbu inson 10 yildan buyon Birlashgan Arab Amirliklarida ishlab kelmoqda. Ertaga yaxshi natijaga erishish uchun borimizni beramiz, dedi Xolid esa. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi birinchi matbuot anjumaningiz. Tayyorgarlik qanday o'tdi? Umumiy kutilmalar qanday? Jamoada bosh murabbiy almashganida ko'p narsa o'zgarishi aniq. Men terma jamoadagi futbolchilarni ko'p yillardan beri taniyman. Bunday qisqa vaqt ichida katta o'zgarishlar qilish qiyin. So'nggi bir hafta davomida biz tayyorgarlik olib bordik. Futbolchilarda ishtiyoq juda yuqori. Ayrim vaziyatlarda men ularga tinchlanish kerakligi haqida ham aytdim. Bu yaxshi xislat deb o'ylayman. O'zbekiston bilan o'yindan nimalarni kutmoqdasiz? Xolid esa, ochig'ini aytsam, biz Kosmin Olariyu bilan ishlashdan xursandmiz. U juda tajribali va katta nomga ega inson. Men 15 yildan beri terma jamoa sharafini va klublarda o'ynab kelmoqdaman. U kuchli ruhiyatga ega. Bunday xislatlarga ega murabbiyni ko'rmaganman. Olariyu kabi qisqa vaqt ichida kerakli natijaga erisha oladigan murabbiy deyarli yo'q. Olariyu qo'l ostida g'alabaga erishamiz degan umiddaman. Birlashgan Arab Amirliklari bosh murabbiy sifatidagi dastlabki uchrashuvingiz yaqin. Ushbu jamoa 35 yildan so'ng yana mundialga qaytmoqchi. Hozirgi holat haqida nimalar deya olasiz? Jamoa 2 qismli tayyorgarlik jarayonini o'tkazdi. Tilaklar uchun rahmat. Bir narsani tushuning. Men bir o'zim jamoaning bir kichik qismiman xolos. Men o'zimdagi bor imkoniyatni ishga solishim kerak. Sababi jamoadagi futbolchilarning maqsadi bor. Agar ushbu tarkib mundialga chiqsa, faoliyatida ham katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Muxlislar ham buni kutishmoqda. Biz oson bo'lmasligini bilamiz. Hozir O'zbekiston terma jamoasi Osiyodagi eng kuchli terma jamoalardan biri. Men faoliyatim davomida bizdan kuchliroq bo'lgan jamoalarga qarshi ko'p marotaba to'qnash kelganman. Muxlislar terma jamoaga juda ishonishmoqda. Ularga nima deya olasiz? Biz mundialga chiqishga har qachongidan yaqinmiz deb o'ylayman. Hozir butun millat bunga ishonmoqda. Biz o'z yurishimizda davom etishimiz kerak. Juda ko'plab uchrashuvlarda biz raqibdan yaxshiroq harakat qildik, ammo natija har doim biz kutgandek bo'lmadi. Sizning avvalgi jamoangiz Sharja edi. Endi aksariyat futbolchilar shu jamoadan jalb etiladimi? Qaysi futbolchi qaysi jamoadan bo'lishining farqi yo'q. Sharjadagi futbolchilar so'nggi mavsumlarda mening qo'lim ostida o'ynashgan, ammo bu terma jamoaga loyiq va munosib futbolchilar asosiy tarkibdan joy olishadi. Sharjadagi futbolchilar esa mening ko'rsatmalarimni yaxshiroq tushunishadi. Farqi shunda xolos. Men Birlashgan Arab Amirliklaridagi eng yaxshi futbolchilarni yig'ishim kerak. Ular qaysi jamoadan kelishining farqi yo'q. Jahon chempionati 3-saralash bosqichi 9-turdan o'rin olgan Birlashgan Arab Amirliklari hamda O'zbekiston uchrashuvidan oldingi matbuot anjumanining ikkinchi qismida bosh murabbiy Timur Kapadze hamda futbolchi Jaloliddin Masharipovlar ishtirok etishdi. Hammaga salom. Albatta, ertaga bizni muhim va qiziqarli uchrashuv kutib turibdi. Hammamiz sog'-omonmiz. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman, dedi Kapadze. Hammaga salom. Sal hayajon bor, chunki hech qachon bunday bosqich va davrda bo'lmaganmiz. 36 millionlik xalqimiz bizdan ijobiy natijani kutmoqda. Biz xalqimiz uchun katta bayram qilib berishni reja qilganmiz. Biz jahon chempionatiga loyiq ekanligimizni ko'rsatish vaqti keldi. Bizga oson bo'lmaydi, lekin hech narsa to'sqinlik qilmaydi deb o'ylayman. Ertaga o'zbekistonlik muxlislarni xursand qilishga harakat qilamiz, dedi Masharipov.
Katta o'yindan oldin raqibni o'rganish juda muhim. Birlashgan Arab Amirliklarida bosh murabbiy o'zgardi. Raqib haqida qanchalik tushunchaga egasiz? Ulardan qanday o'yin kutmoqdasiz? Albatta o'rganib chiqdik. Har tomonlama yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. To'g'ri, ularda murabbiy yangi, biroq bugun paydo bo'lib qolmagan. Ularni o'rganishga harakat qildik. Asosiysi o'z o'yinimiz haqida o'ylashimiz va yaxshi o'yin ko'rsatishimiz lozim. Bilamizki, hozir O'zbekiston uchun muhim davr. Chunki termani 2 o'yinda 1 ochko ham qoniqtiradi. O'zingizni qanday his etyapsiz? Sobiq murabbiy Katanes bilan aloqadamisiz? Uning holati qanaqa? Albatta, bu davrga yetib kelish uchun futbolchilar astoydil mehnat qilishdi. Bizni 2 ta muhim o'yin kutib turibdi. Hammasi o'z qo'limizda. Ertaga g'alaba qozonib, keyingi o'yinga tayyorlanishimiz kerak. Srechko Katanesning sog'lig'i joyida. Uning yordamchilari esa bugungi kunda mening shtabimda faoliyat yuritmoqda. Futbolchiga savol: terma jamoa lageriga katta kolonkada kirib keldingiz. Qiziq, sizning playlistingizdan qanday qo'shiqlar o'rin olgan? Playlistimdan o'zbekcha kayfiyatni ko'taradigan qo'shiqlar o'rin olgan. Bu bizning kayfiyatimizga ta'sir qiladi. Yigitlar ham shunday fikrda. Biz vatan haqida qo'shiqlar tinglaymiz, chunki vatan uchun o'ynamoqdamiz.